Assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana sizlarga 2001-yil Sony Strambro Lux mashina. Yoshligida konditsioneri ham bo'lgan ekan. Konditsioner yechib olishdi qanaqadir bir sabablarga ko'ra. Hozir konditsionerligi sababi bachoyda ushlaydigan nimalar ham turibdi ekan ichida. Hop, bir qator ma'lumotlarni so'radim. Kraskasi bor ekan, bir 50-60% bor ekan. Suylari butun, yurishtirishlari zo'r, narx yengil, xudo xolasa. Narxini aytishyaptiki 2300 dan tushib beramiz. Oz-moz kami bor deyishyapti. General daveniz 1 martaga qilib berilar ekan. Hozir salonlarni ko'rsataman. Bu mashinani haligi 2001 xuddi shunaqangi rangga ko'rsatdim. O'shanga adashtirmaylar. U mashinani variantga bergan o'zimiz tayyorlayapmiz. Mana xuddi shunaqangi rangdagi 2001-yil mashina. Shunga faqat adashtirmasdan tomosha qilasizlar. Bu mashina emas, bu prostoyroq. Gidralkasi bor. Bu variantga chiqib bu mashina. Bu umuman o'zgarsa boshqa mashina. Hali kecha kuni 1800 ga qo'yuvding-ku degan narsalarni, ya'ni negativlarni yozadi. Hop. Bu Lux lastik rollari bor ekan. Mashinani probegi 481 ming ekan, yurmagan ekan, yugurgan ekan. Hop. Evakur polilari bor. Xolos bitta like-ni bosib, bitta podpiskani ham bosib qo'ying, qadrdon. Ya'ni mashinalar siz uchun biz ham oqtarib, yurib chiqarishga harakat qilamiz. Hop, mikrofon kalonkalari bor ekan. Lekin saloni zo'r ekan, lekin salon. O'zini hali yiliga nisbatan salonlari akkuratnik. Mana o'zingizga ko'rib turibsizlar. Hamma yo'q joy-joyida pechka, nimalari ham hali bir titilgan joylari yo'q ekan. Xolos anchagina yaxshi. 2300 dollar oz-moz kami bor aka. Deyapti 2000 pastajdan 2000 ta pastada uzilsa bitmaydi mashina. Ha. Shu chipta tushib beramiz, mayli. Deyapti. Metan gazlari ham bor-a buni, o'g'li. Bu Namangan nomer ekan-a? Namangan partiya ekan. Xo'p, gidralkasi bor. Mana saytimizga kranshtaynni ko'rib. Yaxshi akkumulyatorlari bor. Motor korobka hadovoylari qanaqa ekan buni? Ishi yo'qmi, realni? Yo'q, xudo xolasa. Benzinda yurib turibdi. Nimachi, metan baloni bor, bitta 8-bagajni shu orqa tarafini ko'rsatib o'raylikchi buni. Kraskalari 50% mi? Tomida yo'q shekilli. Xo'p, metan balon. Metan balon yilini bilmaysizmi? Suvda qilib qancha arzonsizlarning bizdan shuncha qursin. Taglarni ko'rsataylik. Taylardan bitta motor chiqib ketmaydimi? Motor zapchasi. Yo'q, yaxshi ekan, germetikalar chop ketibdi germetikalari. Aytlarim chirik-piriga ham yo'q ekan. Yaxshi. Anajilarning butun qanotlari ham butun turibdi. O'ziniki turibdi. Salondan ham mingan ekan. Salondan olib bir qo'l haydagan shekilli. Hali eskali antennasi ham turib ekan, mana yerda. Xo'p, general daveniz qilib berasiz. Sudda yangi baloni bor ekan. Yangi emas ekanligida shu 80% baloni bor ekan-a. Oxir etib qo'ygan 2300 kam bor demasam deydi. Oxir bo'ladiganini ham. 2200 ga beramiz. 2200 ga beraman. Mayli, 2300 kam bor qilib qo'yib qo'yamiz. Qadrdonlar 2200 ga oxirini beraman deyapti. Yana bir savdolashib telefon qilib ko'rishib olsaring bo'ladi. Turgan adreslari buniki 50 partiya, lekin Qo'qonda Buvedasida turibdi. Qadrdonlar, kapot yopilgani yo'q. Shuni ham o'zingizlar bilaman. Bitta gazni bosinglar bo'lmasa, talak podpiska bosib qo'ying, xudo xolasa. Shunaqangi mashina tuzib o'rmaysizlar.